Hürmetli vatandaşlarım, dişimizi devamlaştırırız. Amerika Qo'shma Shtatlari Chavshanga qurol ishlatamiz. Zor bedel to'lashga tayyorlanib qo'ydik dedi mavzuli xabar 7-ayning 28-kun Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari quruqliq armiya shtab boshlig'i Mark Miller mundaq ko'rsatdi. Chavshanning o'zliksiz üst berayotgan raketa iqtidori xalqaro tartibga intayin zo'r tahdid hisoblandi. Navbatda diplomatik yo'l bilan hal qiladigan vaqt tugayla deb qoldi. Balki Chavshan yerim orlida urush bo'ladigan bo'lsa, bu urush dahshatli urush bo'ladi. Universal matbuotlar 7-ayning 27-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari quruqliq armiyasining shtab boshlig'i Mark Miller 27-kuni Oqsaroyda tushlik ziyofat yuqoriqada ko'rsatdi. O Chavshanning yadro qurollari bilan Los Angeles shahrini bombardimon qilishini tilga oldi. Quruqliqda urush orqali masala hal qilganda Koreya 2 million va 500 ming odam qurbon bo'lishdek tahdid ichiga kirib qoladi. 2 million 500 ming odam qurbon bo'lishdek tahdid ichiga kirib qoladi. Mark Miller ziyofatda 1 soat nutq so'zladi. Amerika armiyasining 2-dunyo urushidan keyingi xalqaro tartibda o'ynagan rolini saqlab qolish bu nutqning mazmuni bo'ldi. 7-ayning 4-kuni Chavshanning raketasini qilganligi Chavshanning bu texnikada ilgirliganligini ataparaz olqib ketganligini ko'rsatdi. Chavshanning qit'alararo uchadigan bombasi Amerikaga yetib kelaydi. Garchi armiya taraf urushdan saqlanish tirishchanligi butunlay qo'llanmasimi, hozir g'ayri urush vositalari orqali Chavshan yadro qurollarini masalasini hal qilishga vaqt bo'lsa-mu, lekin vaqt tugayli deb qoldi. Chavshan intayin xatarlik bo'libmi, o'tgan bir necha haftada Chavshan texmi xatarlik bo'lib qoldi. O savollarga javob berganda general Mark Miller mundaq ko'rsatdi. Chavshan meni kechsi uxlatmaydigan omillarning birisi. Vaziyat intayin ig'ir. Ish yaxshi tarafga taraqqiy qila olmadi. O mundaq ko'rsatdi. Chavshan yerim orlida urush qilish ajallik bo'ladi. Qo'rqinchli bo'ladi. Chunki Koreya Seul shahrining atrofida 2 million 500 ming kishi yashaydi. Chavshanning muntazam qurollari va ximiyalik qurollari oldida ochiqchilikda turibdi. Chavshan urush bo'ldigan bo'lsa qo'rqinchli darajasida Mark Miller mundaq tasvirladi. Yadro qurollari Los Angelesda qandoq portlaydigan bo'lsa, shuning o'xshash dahshat bo'ladi. Washington erkinlik monarxiyasi 7-ayning 27-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. 7-ayning 4-kuni raketasini qilganda Amerika axborot organlari Chavshan 4 yil ichida uzun musofalar va zarb berish texnikasini egallaydi deb hisobladi. Yaqinda axborot tahlilida oshkorlanishicha, Chavshanning KN-20 belgilik raketasi Amerikaning g'arbiy qirg'oqlariga yetib kelaydi. Yalnız Alyaska havoyida emas. İsmini oshkorlashni xohlamagan Amerikalik bir nafar amaldorning deyishicha, yaqinda Chavshan yana boshqa KN-20 belgilik raketani sinab qildi. Washington erkinlik monarxiya gazeti Amerika Qo'shma Shtatlarining Koreya turishliq askarlarining qo'mondoni Brooksning so'zini naql keltirib, o'yinning jarayonida o'zgarish bo'ldi deb ko'rsatdi. Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i Mike Pompeo o'tgan hafta mundaq ko'rsatdi. Amerika Kim Jong Unni yo'qotish harakatini
sınap bakmakçıdır. Çavuşan halkı şunda kılıştı halaydı. Çavuşan 27. günü cevap kaytırıp mındak görsen. Amerika sınap bakıdığan bolsa afet karakterlik bedel töleydi. Mark Milli mındak görsetti, yukarı generalı. Kriz yetip gelgende Washington'un her kandak tallışı bolmaydı. Bu tallaşnan vaqt toqtısıga yetip geldi. Kişini xuşal kılıdığan her kandak bir tallaş yok. Biz mesuliyetten kaçalmayız. Belki tallaş ne iş aşırdıgan mesuliyetten kaçalmayız.